Davlatimiz rahbarining 2024-yil 30-dekabrdagi qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizda muayyan ishlar olib borilmoqda. Qarorga muvofiq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarining dala chetlari, kanallar, sug'orish hamda kollektor drenaj tarmoqlari atrofidagi maydonlar, aholi tomorqalari, xonadonlar oldi hamda mahallalar ichki ko'chalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni samarali tashkil etish orqali mamlakatning eksport salohiyatini oshirish ko'zda tutilgan. Muxbirimizning hozirgi lavhasi Koson tumanidan tayyorlangan. Tumanda ayni paytda ko'chat ekish jadallik bilan davom etyapti. Hisob-kitoblarga ko'ra 295 gektar maydonda ham shu yilning o'zida jami 228 ming tub mevali ko'chatlar ekish rejalashtirilgan. Sherzod Mirzayev davlatimiz tomonidan yaratib berilgan imkoniyat va imtiyozlardan unumli foydalanyapti. U Bobur hududidan o'tuvchi Shimoliy kollektor atrofi hamda Koson maydayobi avtomobil yo'li chetidan 2 gektardan ortiq qarovsiz maydonga egalik qildi. Hozirda u bu joyni obod maskanga aylantirish niyatida harakat qilyapti. Xalqimizda ko'chat ekib bog' yarat degan naqlga amal qilib mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekmoqda. 500 tub daraxt ekilgan joyida olib men 3000 ta yaqin daraxt ekdim. Yerlar haydatdim. Ichiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ekib yetishtirishga harakat qilyapmiz. Ikkita aka-uka shu yerda ishlayapmiz. Biz xursandmiz, prezidentimizga rahmat shunday sharoitlar qilib bergani uchun, imkoniyatlar bergani uchun. Mehnat qilish kerak, mehnat qilgan odam hech kimdan kam bo'lmaydi, yaxshi daromad topamiz. Eng muhimi, Sherzod Mirzayevda yerga egalik hissi uyg'ondi. Oilaviy ish bilan band bo'ldi. Kelgusida bog' oralaridan qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiradi. Bu orqali ko'zlangan daromadga erishadi. Jarayonda O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi tuman bo'limi mas'ullari faol ishtirok etmoqda. Ular tomonidan dala chetlari bo'yicha seminarlar o'tkazilyapti. Shuningdek, dala chetlariga ekilayotgan mevali daraxtlarni ekishni tashkillashtirish, holat yuzasidan atroflicha o'rganish olib borish, ko'chatlarni to'g'ri ekish, samarali parvarishlash, kasallik va zarar kunandalardan himoya qilish bo'yicha fermerlarga batafsil tushuntirish va amaliy tavsiyalar berib borilmoqda. Tumanimizda muhtaram prezidentimizni 2024-yil 30-dekabrdagi 465 sonli qarorlariga asosan 165 gektar dala cheti, 130 gektar kollektor drenaj qirg'oqlarida qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holatda shu qo'shimcha daromadlar olish, mevali, manzarali ko'chatlar ekish, ko'chat qatorlari orasiga oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish bo'yicha tavsiyalar doimiy ravishda monitoringlar olib boryapmiz. Qo'shimcha oziq-ovqat yetishtirish bo'yicha kerak bo'ladigan savollarga yo boshqa bir muammolari bo'lsa, karantin xodimlari tomonidan doimiy ravishda tavsiyalar berib kelinyapti. Tumanning Bobur hududidagi yoshlarga ajratilgan ushbu maydonda ham mevali, ham manzarali ko'chat ekilgan va jarayon davom etyapti. Ta'kidlash joizki, dala chetidan foydalanish bo'yicha prezident qaroriga asosan O'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tuman bo'limi mutaxassislari tomonidan dala chetidan unumli foydalanish bo'yicha yer egalariga tavsiyalar ham berilyapti. Qator oralarida 90 bosli ekinlar, shuningdek sabzavot, poliz ekinlar yetishtirish bo'yicha ham zaruriy ko'rsatmalar berilmoqda.